Bobur biz uchun tom ma'nodagi buyuk madaniyat, oliy darajadagi sharqona odob va axloq timsolidir. Islom Karimov. Zahiriddin Muhammad ibn Umar Shayx Mirzo Bobur Andijon zaminida tavallud topgan davlat arbobi, iste'dodli sarkarda, buyuk shoir, tarixchi, etnograf, geograf, Boburiylar sulolasi asoschisi, Temuriy shahzoda. Taqdir taqozosi Boburni umr bo'yi o'zga mamlakatlarda o'z yurtini sog'inib yashashga majbur qildi. Ey yel, borib ahbobqa nomimni degil. Har kim meni bilsa, bu payomimni degil. Mendin demagil, gar unutilg'on bo'lsam, har kimki meni so'rsa, salomimni degil. Zahiriddin Muhammad Bobur. Buyuk sohibqiron Amir Temur tuzgan ulug' saltanatda o'zaro kurashlar avjiga chiqqan bir davr edi. Ana shunday tahlikali bir paytda 1483-yilning 14-fevralida Andijonda Farg'ona ulusining hokimi Umar Shayx Mirzo xonadonida to'ng'ich o'g'il bo'lib Zahiriddin Muhammad Bobur dunyoga keldi. Zahiriddin bolalik chog'laridan har narsaga qiziquvchan, sinchkov va harakatchan bo'lib o'sdi. Ijodga havas, tabiat go'zalliklariga oshiqtalik ham uning qalbini shu tufayli erta zabt etdi. Barcha Temuriy shahzodalar kabi u otasi saroyida yetuk ustozlar qo'lida ta'lim-tarbiya oldi. Jang va harb ilmiga ham chapdas bo'lgan Zahiriddin ovni sevar, jismoniy kamolatga olib boruvchi bu qiziqarli mashg'ulotdan ko'ngil uzolmasdi. Otasi axsida bevaqt 39 yoshida halok bo'ladi. 1494-yil iyun oyida 12 yoshda Zahiriddin Muhammad Bobur valiahd sifatida taxtga o'tiradi. Bu davrda toju taxt uchun o'zaro kurashlar avjiga chiqqan edi. Bobur ukasi Jahongir Mirzo, amakisi Sulton Ahmad Mirzo, tog'asi Sulton Mahmudxon va boshqalar bilan turli ixtiloflarga borishga majbur bo'ldi. U ukasi Jahongir Mirzo bilan murosa qilish uchun unga yon berishga, Farg'ona ulusini ikkiga bo'lib, yarmini ukasiga topshirishga qaror qildi. Zahiriddin she'riyatga bolaligidan ixlos qo'ydi. Mumtoz adabiyotning g'azal, ruboiy, tuyuq, qit'a, muammo kabi janrlarida ajoyib asarlar bitdi. Uning adabiyot nazariyasi, musiqashunoslik, harbiy san'at va huquqshunoslikka oid risolalari ham bor. Dovyurakligi va jasorati tufayli yoshligidan Bobur, ya'ni Sher laqabini olgan Zahiriddin, bobosi Amir Temur tiklagan saltanatni qayta tuzishni orzu qilardi. U taxtga o'tirgach, o'sha orzusini amalga oshirish fursati yetganini angladi va Samarqand uchun olib borilayotgan kurashlarda faol ishtirok etdi. Bu jarayonda ma'lum muddat g'olib kelib,
Samarqandni qo'lida ushlab turdi. Ammo bu uzoqqa cho'zilmadi. Samarqand uchun kurashlarga katta kuch bilan aralashgan Muhammad Shayboniyxonning qo'li baland keldi. Bobur Samarqandni tashlab chiqishga majbur bo'ldi. 1504-yilda Shayboniyxon Andijonni ham qo'lga kiritgach, Bobur janubga qarab yo'l oladi va Afg'onistonda o'z hukmronligini o'rnatishga muvaffaq bo'ladi. Bobur Afg'onistonda ekanida bir necha bor o'z yurtiga qaytishga harakat qilsa-da, bu unga nasib etmadi. U endi o'z mavqeini yanada mustahkamlash maqsadida Dehli sultonligining ichki nizolaridan foydalandi. 1519 va 1524-yillari Qobuldan Panjobga yurish qildi va katta o'ljalar olib qaytdi. 1526-yil aprel oyida Panipat yaqinida Ibrohim Lodiyni yengib, Agra va Dehlini egalladi. 1527-yil mart oyida Sikri yonida bo'lgan jangda Ra'no Sango ustidan ham g'alaba qozonib, butun Shimoliy Hindistonni o'ziga bo'ysundirdi. Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qilgan, aslida Temuriylardan bo'lgan sulola akademik Bartel tomonidan to'g'ri e'tirof etilganidek, Boburiylar sulolasi nomini oldi. Bu sulolaning jahon tarixida tutgan o'rni beqiyos. Bobur Hindistonda siyosiy muhitni barqarorlashtirish, Hindiston yerlarini birlashtirish, shaharlarni obodonlashtirish, savdo-sotiq masalalarini to'g'ri yo'lga qo'yish, bog'-rog'lar yaratish ishlariga homiylik qildi. Hozirgacha mashhur bo'lgan me'moriy obidalar, kutubxonalar, bog'-rog'lar uning o'zi va farzandlari, keyingi avlodlari tomonidan barpo etildi. Bu haqda Javohirlal Nehru shunday yozganlar: Bobur Hindistonga kelganidan keyin bu mamlakatda katta siljishlar yuz berdi. Uning homiyligi ostida adabiyot, san'at, me'morchilik gullab yashnab, madaniyatning barcha sohalari bir-biriga uyg'unlik kasb etdi. Zahiriddin Muhammad Boburning qomusiy asari Boburnoma turkiy tildagi dastlabki memorial asar hisoblanadi. U badiiy, tarixiy, etnografik va tabiatshunoslik nuqtai nazaridan ulkan ahamiyatga ega. Asarning birinchi qismida Markaziy Osiyo, ikkinchi qismida Afg'oniston, uchinchi qismida Hindistonning o'rta asrlardagi hayoti aks etadi. Boburnoma turli sohalarni o'z ichiga qamrab olgani bilan ahamiyatlidir. Bobur o'z safarlari, yurishlari davomida ko'rgan bilganlari, o'sha joylarning tabiati, odamlari, o'simliklar dunyosi, hayvonot va nabototi, iqlimi, yer osti boyliklari haqida shu qadar ko'p ma'lumotlar qoldirganki, endilikda uni tarix va adabiyotdan tashqari tabiatshunoslik, etnografiya, arxeologiya, geografiya singari fanlar bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar ham o'z fanlari sifatida o'rganishadi. O'z davrining haqiqiy solnomasi bo'lgan Boburnomaga qiziqish shu sababli butun dunyoda hech qachon so'nmaydi. U dunyoning turli tillariga tarjima qilinib, nufuzli nashriyotlar tomonidan qayta chop etilishining sababi ham shunda. Edward Holdenning Bobur fe'li sajiyasiga ko'ra Sezarga qaraganda sevishga arzigulikdir degan so'zlari zamirida uning sarkarda ekanligini e'tirof etish bilan birgalikda takrorlanmas ijodiga hurmat ham yotadi. Zahiriddin Muhammad Bobur Boburnoma asarida Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Abdurrahmon Jomiy,
Kamoliddin Bekzod, Mirzo Ulug'bek va boshqa allomalar haqida ham o'zining aniq va jo'yali fikr mulohazalarini bildiradi. Hamda Musavvir kabi ularning ba'zilari qiyofalarini aniq chizib beradi. Bobur o'zining sertashvish hayotini ruboiylarning birida shunday ifodalagan edi. Tole yo'qi, jonimga baloliq bo'ldi. Har ishni kim ayladim, xatolik bo'ldi. O'z yurtni qo'yib Hind sori yuzlandim. Ya Rab, netayin, ne yuz qaroliq bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Bobur Panipatda qo'lga kiritgan tarixiy g'alabadan so'ng uzoq yashamadi. 1530-yilning 26-dekabrida Agra shahrida vafot etdi. Keyinchalik farzandlari uning xokini vasiyatiga ko'ra Qobulga olib kelib dafn etdilar. Boburiylar sulolasidan bo'lgan Humoyun, Akbar Shoh, Jahongir Mirzo, Shohjahon, Avrangzeblar Hindiston tarixida katta iz qoldirishdi. 1858-yilda ingliz mustamlakachilari tomonidan Boburiylar sulolasining Hindiston siyosiy olamida tutgan o'rni batamom tugatilgan bo'lsa, 20-asrning so'nggi 10 yilligi boshida uning ona yurtida O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilindi. Mana shu tarixiy voqeadan so'nggina ona yurtida Zahiriddin Muhammad Bobur nomi haqiqiy qadr-qimmat topdi. Uning shaxsiga nisbatan butun dunyoda bo'lgan katta qiziqish istiqlolimiz davridagi o'zgarishlar bilan chambarchas bog'lanib ketdi. Arxeolog olim, fidoi inson Zokirjon Mashrabov rahbarligida xalqaro Bobur jamg'armasi tashkil etilishi, Bobur yurgan yo'llarda olib borilgan ilmiy ekspeditsiyalarning salmoqli natijalari ham bevosita mana shu tarixiy davr mahsuli bo'ldi. Bobur xoki uning tug'ilgan yurti Andijonga keltirildi. Yurtimizda Zahiriddin Muhammad Bobur nomida o'quv yurtlari, ko'chalar, bog'-rog'lar, muzeylar, madaniyat muassasalari, kutubxonalar mavjud. Uning hayoti, qoldirgan asarlari yoshlarimiz uchun ibrat namunasidir. Bobur o'z yurtini jondan ortiq sevar edi. Uning hamisha barhayot ijodi mana shu ulug' va cheksiz muhabbatning mangu qo'shig'i sifatida xalqimiz qalbida abadul abad aks sado berib turadi.